O'zbekiston yo'llarida haydovchilar qo'pol qoidabuzarliklarni davom ettirmoqda. Xususan, Cobalt mashinasi svetoforning taqiqlovchi qizil chirog'ida harakatlanib, piyodalar o'tish joyidan o'tayotgan ona va uning farzandini urib yuborishiga bir bahya qoldi. Ma'lum bo'lishicha, ushbu qoidabuzarlik Toshkent viloyati Chirchiq shahrida sodir etilgan. Viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xabariga ko'ra, mazkur mashina topilib, haydovchining shaxsi aniqlangan. O'g'limni issig'i 40 ga chiqdi, sudraga berib yubordi. Majburman avarinkani yoqdim. Qizilda o'tib ketdim aka. Yo'l harakat qoidasini buzdim lekin. Akalar uzr. Holat yuzasidan haydovchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning yo'l bezorligi moddasi bilan bayonnoma rasmiylashtirilgan. Mashina esa jarima maydonchasiga joylashtirilgan. To'plangan hujjatlar jinoyat ishlari bo'yicha Chirchiq shahar sudiga yuborilgan. Endi haydovchi mashina haydash huquqidan 1 yildan 2 yilgacha mahrum etilishi mumkin.